Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan haqiqiy toshkentcha hasp tayyorlaymiz. 3 ta katta piyoz, 1 kosa guruch, o'pka, taloq, yure hammasini oldindan yuvib tayyorlab qo'yganman. Evaziga qo'yi ichiga uni ham tozalab, yuvib, tuzlab, sodalab, qatiq bilan evitib 2 soat qo'yib qo'ydim. Yarim kilo go'sht va bularni hammasini misarovka qilib olamiz. Tuz, murch, zira, kashnich soldim. Keyin yaxshilab piyozlarni o'ldirib g'ijimlab oldim. Varonkadan onsaro tushishi uchun qaynagan suv solib yaxshilab aralashtirdim. Aytgancha bu hasb naborni Chorsu bozoridan oldim. Hammasi bo'lib 100 ming bo'ldi. Uydan boshqa varonkani topolmadim. Bu varonka bo'lsa meni umrimni yedi. Ichining ikkinchi tarafini oldindan boylab qo'ymadim. Qiymasi chiqqandan keyin boyladim. E'tiborli bo'lamiz. Ichida havo qolib ketishi kerak emas. Shunaqa uqalab havolani tepaga chiqazamiz. Bittasi tayyor. Endi tezgina ikkinchisini ham sovolamiz. Hasbni ko'pchilik katta qozonga solib pishirar ekan, ammo bo'lsa mantiq qozonda pishiraman. Baribir uydagilar sho'rvasini ichishmaydi, ham bu yorilib ketsa, hammasi suvga oqib ketadi. Sizchi, siz qozonda pishirasizmi yoki menga o'xshab mantiq qozonda pishirib olasizmi? Kommentda yozib keting. Qaynab turgan suvda 45 daqiqa pishirib olamiz. 4-5 minutdan keyin shunaqa hamma joyini ninada teshib chiqamiz, yorilib ketmasligi uchun. Buni qaranglar, hasb bo'ldi-yu. Bu video siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Yurechani bosib qo'yib, buni hasbni yaxshi ko'radigan yaqiningizga yuborib qo'ying.